dear, it's me again. Today we are going to talk about verb. Ya'ni o'zbekcha qilib aytsam, bugungi darsimizda fe'l haqida gaplashamiz. Fe'l so'zi ingliz tilida verb deyiladi. Verb. Biz bu so'z bilan notanish emasmiz. Gap bo'laklari mavzusini o'tganimizda kesim ingliz tilida asosan verb holida qo'llanadi degandik. O'sha verb shu verb bo'ladi. Bu fe'l degani. Fe'l, verb fe'l degani. Xo'p, endi so'z turkumlari. So'z so'zini bilasiz. So'z degani ingliz tilida word degani, word. Word. Hop. Turkum, tur degani esa, tur degani type degani. Type. Type. Tur degani. Bu lekin hurmatli o'quvchim, chalkashtirib yubormang, bu o'rningdan tur emas, biror narsaning turi, xili ma'nosidagi tur. Harakat bizda keyingi yangi so'zimiz. Harakat ingliz tilida action, action deyiladi. Yozilishi biroz boshqacha, e'tibor berib turasiz. Yozilishi qiyinroq, o'qilishi esa action, action, action deb o'qiymiz. Action, harakat. Ana. Action, harakat. Endi bizda ifodalamoq degan so'zni bilar edik, esingizda bo'lsa. Ifodalamoq mean degani. Mean. So'zlar bo'lsa, mana so'z degani word degani, biz siz bilan ko'plik shaklini yasashni ham o'rganganmiz ingliz tilida. Word so'ziga men nima qo'shaman? Bitta s qo'shaman. Words, words. So'zlar degani. Ana. Xo'p, endi biz siz bilan shaxs va narsa degan so'zni 4-5 ta darsdan beri takrorlayapmiz. Shaxs so'zi ingliz tilida siz eslaysiz, men yozaman. Person. Esladingiz-a? Shaxs degani person, person. Narsa degani esa thing, thing. Biladigan so'zlarimizni men shu yerda ustun holida yozamiz. Qani oxirida ko'ramiz. Shu kichik mavzudan nechta biladigan so'zimiz chiqar ekan. Harakat so'zini hozir bilib oldik. Harakat so'zi action, action. Va ifodalovchi, ya'ni ifodalamoq so'zini ham bilamiz, turkum so'zini ham bilamiz. Fe'l so'zi esa verb ekan. Verb, mana biz yozib qo'ydik. Verb fe'l degani. Xo'p, endi bu yerda bir qancha fe'llar bor ekan. Keling, shulardan bittasini tarjima qilamiz. Masalan, biz ingliz tilida eng ko'p qo'llaydigan so'zlarimizdan biri bu suzyapti. Suzmoq degan fe'l. Swim. 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 Suzmoq degani. Suzmoq. Swim, swim, suzmoq. Mana rasmga qarasak, bola suzyapti, to'g'rimi? Keling, bola suvda suzyapti degan gap tuzamiz. Bu bola kichkina bola ekan, a? Keling, yozamiz. Little so'zni bilamiz, kichkina degani. Little boy. A little boy is swimming. Is swimming. Is swimming. Kichkina bola suzyapti. A little boy is swimming. A little boy is swimming. Kichik bola suzyapti yoki bolakay deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Xo'p, endi keling, yana bir qancha fe'llarni bildiruvchi so'zlarni birgalikda tarjima qilamiz. Masalan, biz bir nechta darslardan beri tarjima qilib kelayotgan so'zimiz bor. Write, yozmoq degani. Bilganimiz uchun bu tomonga yozib qo'yaman. Write, yozmoq. Endi keling, ko'p qo'llaydigan o'qimoq degan so'zimiz bor. O'qimoq so'zi ingliz tilida read deyiladi. Read. Read. Read
o'qimoq. O'qimoq. Biror joyga bormoq. Bormoq so'zini ham ko'p qo'llaymiz. Bormoq so'zi ingliz tilida juda ham oson. Go. 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 Bormoq degani ikkita harf, o'qilishi ham oson. Go. Bormoq. Yana keyin biz o'ylamoq degan so'zni ham ko'p qo'llaymiz. Keling, buni ham yozib qo'yamiz. Think. Think. O'ylamoq. Think. O'ylamoq. O'ylamoq. Mana harakatni bildiruvchi va ko'p qo'llanuvchi so'zlardan bir qanchasini tarjima qilib oldik. Keling, birinchi takrorlab olamiz ozgina. Verb. Verb. Fe'l. Type. Type. Tur. Action. Action. Harakat. Swim. Swim. Suzmoq. Read. Read. O'qimoq. Go. Go. Bormoq. Think. Think. O'ylamoq. Va biz bitta gap ham tuzdik. A little boy is swimming. A little boy is swimming. Ya'ni kichkina bola suvda suzyapti. Xo'p, bizda boy degan so'zimiz bola degani. Boy. O bilan yozamiz. O'qiyotganimizda boy, boy deb o'qiymiz. Bola degani. Keling endi qoidamizga to'xtalib o'tsak. O'zbek tilida fe'l ko'p hollarda kesim bo'lib keladi degan qoidamiz bor ekan. Ingliz tilida esa fe'l ko'p holatlarda emas, juda ham ko'p holatlarda, hatto doim desak ham bo'ladi, doim kesim bo'lib keladi. Esingizda bo'lsa, biz nima qilgandik? Formula yozgandik. Gapni tuzilishi bo'yicha. O'shanda birinchi bo'lib ega kelardi, ya'ni subject. Va undan keyin plus verb kelardi. Esingizda bo'lsa, egadan keyin doim kesim keladi deganmiz va kesim so'zini verb bilan ifodalaganmiz. Bu degani verb doim ingliz tilida kesim bo'ladi degani. Ana. Xo'p, o'zbek tiliga o'xshab ketar ekan bu tomondan. Lekin o'zbek tilida yuqori sinflar uchun mo'ljallangan darslarimizga yetib borganimizda fe'l boshqa gap bo'laklari vazifasini bajarishni ham bilib olamiz. Xo'p, davom etamiz. Bo'lishli fe'l, bo'lishsiz fe'l degan tushuncha bor ekan o'zbek tilida. Ingliz tilida bo'lishsiz fe'l degani inkor shakl tarzida tarjima qilinadi. Bu negative form. Negative form deyiladi. Negative yoziladi. Negative form. Negative form. Bu nima degani ekan? Inkor shakl. Inkor shakl. Inkor shakl. Lekin bu yerda endi e'tiboringizni jamlab qarab turasiz. Ingliz tilida mana bunaqa ma degan qo'shimcha yo'q. Ingliz tilida o'qidi degan so'zni o'qimadi degan so'zga aylantirish uchun umuman boshqa harakat amalga oshiriladi. Keling, mana shu o'qidi so'zida bitta gap tuzib olamiz. Masalan, u kitob o'qidi. U bitta kitob o'qidi deb gap tuzib olamiz. Uni keling o'g'il bola qilaylik shu joyda. He read a book. Mana kichkinagina o'zimizga mos, osongina gap tuzib oldik. He read a book. He read a book. U kitob o'qidi. Endi shu gapimdagi o'qidi degan so'zimni men o'qimadiga aylantirish uchun bunaqa qilaman. Yaxshilab qarab turing. He didn't read a book. U kitobni o'qimadi. Xo'p, yoki bo'lmasam keling, yozaman degan
so'zimizni bitta gap qilib olamiz. Masalan, men xat yozaman. Masalan, shunaqa bir odamlar bo'ladi, korxonalarda doim xat yozish bilan shug'ullanishadi. Masalan, o'sha korxonani biror mijozigami yoki biror mas'ul shaxsigami doim xat yozishadi. Keling, shuni gap holida yozib olamiz. I write so'zni bilasizlar, yozmoq. A letter. Men xat yozaman. Endi men xat yozmayman deyish uchun esa I don't write a letter deyman. Mana shu joylarini yaxshilab gaplarni yozib tarjima qilib oling va mana shu bo'lishsiz fe'l o'zbek tilidagi, ingliz tilidagi inkor shaklini o'rgatish bo'yicha ingliz tili darsingizda alohida to'liq mavzu bor. Shu orqali yana ham mukammal bilib olasiz. Keling, biz yana bitta gap tuzamiz. Bordi, bormadi holatida. Buni chiroyli qilib belgilab qo'yaman. U maktabga bordi degan gap tuzamiz. U ingliz tilida men avval sizga o'rgatgandim. Qiz bola bo'lsa, she bo'ladi. She went bordi to school. She went to school. U maktabga bordi yoki u maktabga ketdi deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Endi u maktabga bormadi deyish uchun mana bunday gap tuzaman. She didn't go to school. Gaplarimizni tarjimalari bilan chiroyli qilib yozib oling. Demak, endi gaplarimizni birgalikda o'qiymiz. She went to school. She went to school. U maktabga bordi yoki u maktabga ketdi. Endi u maktabga bormadi desak, she didn't go to school. She didn't go to school. Chiroyli qilib o'qishni o'rganing. I write a letter. I write a letter. Men xat yozaman. Endi men xat yozmayman bo'lsa, I don't write a letter. I don't write a letter. Yoki bu yerda u kitob o'qidi. He read a book. He read a book. U kitob o'qimadi demoqchi bo'lsam, he didn't read a book. He didn't read a book. Gaplarimizni chiroyli qilib yozib oling. Yangi so'zlarimizni ham lug'at daftaringizga yaxshilab tushirib oling va albatta yodlang. Buni samarasini birgalikda ko'rishimiz ham mumkin. Masalan, qarang, biz ingliz tilida biladigan shu kichkina mavzuyimizdan ham 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta yozganlarimiz orasidan biladigan so'zlarimiz bor ekan va bir qanchasini yozmasdan ham o'tib ketdik. Bilasiz deb o'tib ketdim, ko'p takrorlangani uchun. Siz qancha ko'p so'zni yodlasangiz, biz darslarimizni o'tib borganimiz sari shu darslar mobaynida bemalol ingliz tilida so'z boyligingizni oshirib, gaplasha olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuning uchun lug'atlarimizdagi so'zlarni yodlashga aslo befarq bo'lmang. Men esa siz bilan xayrlashishga majburman. Keyingi darsda albatta ko'rishamiz. See you.